Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Hurmatli yurtdoshlar va Al-Qur'on portalining jamiki shaydolari, Qur'on muxlislari, siz azizlarga bugunlik kunda kirib kelgan Eid fitringiz, Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bundayin shodiyonalikka, bundayin mukarram oylarga ko'plab barchalarimizni nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Azizlarimiz, shuni bilaylikki, bu Ramazondan asl maqsad taqvodir. Alloh subhanahu va taolo oyati karimada A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon ahli, sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek Ramazon farz qilindi. Nega? La'allakum tattaqun. Shoyat taqvodorlardan bo'lsangiz deya Alloh marhamat aylaydi. Demak, biz bu oylarda alhamdulillah barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Taqvoni qo'lga kiritdik. Endi o'sha taqvoni mahkam tutaylik. Alloh asrasin, uni yo'qotib qo'ymaylik. Va bu borada salaflarimizdan kelgan, ulug'larimizdan kelgan bir duoni sizga ilmoqtaman. U duo shunday bo'lar ekan. Allohumma sabbitna fi ta'atika ba'da Ramazon. Allohim, endi Ramazoni Karimdan keyin bizlarni yana o'zingning yo'lingda, toatda sobit qadamlardan aylagin deya azizlar bu duoni ko'p qilaylik. Ramazonda topgan barakotlarimizni hech ham yo'qotib qo'ymaylik. Sahoba kiromlar kabi Ramazonlardan keyin 6 oylab Alloh taolodan uni qabulini so'ragan bo'lsalar, biz ham ular kabi duolar qilaylikki, Alloh hammamizni Ramazonimizni qabul aylab, ana u Ramazonga ham yanada g'onimina solimina yetishligimizni o'zi nasibu ro'za aylasin. Barchangizni xonadoningizga Allohning fayzi barakoti ko'plab yog'ilib, har biringizni qalbingizda so'ragan hojatingizni Allohim bu kunlarda o'zi ijobat aylasin. Va sallallohu ala seyyidina